Assalomu alaykum. Navbatdagi video Mansur Usta Qarshi shahrida. Mana benzinliga video chiqaring deganlar talabi bilan benzinlik keldi. O'zi benzinlik ko'p ko'rmayman. Eski tanish edi, yo'q deya olmadim. Qarangizlar, mana akamiz tormozi ishlamayapti. Kalotga diskasi qizib ketgan. Mana bu yerga salafan qo'yib og'zini yopganlar-da. Bu bunday qilinmaydi. Bu mana bu yerda mana ko'ryapsiz, teshichasi bu. Mana ichida teshigi bor. Bu havo olish kerak. Havo olish kerak. Shu apparatga qaytishi, tortishi uchun havo olish kerak. Bekorga buni qo'yishmagan o'ylab topgan odamlar. Mana bu klonkani sababli bu JetX boradi, qaytmaydi, chunki bu yopiq. O'shani hisobiga samatarmajina bo'lgan. Hozir bu klonkani olib tashlaymiz. JetXlar ham sal eskirgan. Yangi JetX qo'yib, hamda jam deb solgan, jam degan JetXlardan solish kerak edi. O'sha yaxshiroq chiqadi. Shundan solib to'g'rilab beramiz. Akkumulyatorni ko'rdik. Akkumulyatorning plotni tushib ketgan, 6,5-7 bo'lyapti. Uni ko'tarib beramiz. Klaplarni tortish kerak, uni tortib beramiz. Shunaqa xizmatlarni ham qilaveramiz, lekin bizning asosiy kasbimiz elektromobillarni sozlash. U qandaydir bizga maroqli tuyuladi bu benzinliga nisbatan. Lekin benzinliklarni ham tushunamiz. Mana shunday kamchiliklarni qilib beramiz. Kimda endi mana shunaqa ko'pchilik savol beryapti. Telefon orqali ham qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Sig'onish, narsa qilish yo'q. Bemalol mana Qo'qondan chiqdi bittasi, Andijondan chiqdi. Elektromobil yurmayotgan ekan. Aka dedim, zaradchikizda ulang dedim, qo'shib ko'ring bitta balonni ko'tar dedim. Aka yurdi dedi. Bo'ldi dedim. Yurgan bo'lsa akkumulyatorlari o'tirib qolgan. Aka akkumulyator yangi oluvdim, yaqinda oluvdim. Aka yangi olsangiz ham ichida braki chiqadi, uni tekshirib, mana bunaqa testerda tekshirib olgan yaxshi. Testerda nagruzkasini tekshiradi. Mana akkumulyatorimiz suvlarni joyiga qo'yib zaryadlab cho'tka qilib qo'yganmiz. Buni 10 dan baland ko'rsatadi, lekin o'ziniki 6,5 ko'rsatadi. Nagruzka beriladi. Mana buni ulaganingizda 13-14 ko'rsatib turadi voltini. Keyin mana bunga nagruzka berasiz. Bu yerda simi bor. Nagruzka berilganda akkumulyatorda 10 dan baland bo'lsa, o akkumulyatorda